Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Xudo xohlasa, ilg'i bo'limida aynan mana shu 57 bilan 58-savolda keladigan Kanatara bo'limida ko'pchilik adasharkan, qiynalarkan. Bugun mana shuni ishlashni eng oson yo'lini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xudo xohlasa, imtihonga kirganinglarda 57, 58 mana bittasiga 2 ball, bittasiga 3 ball, 5 ball beradi. 5 ball ham juda katta ball. Xudo xohlasa videoni ko'rib yaxshilab tushunib olsanglar, mana shu imtihon ballinglar hech bo'lmasa 5 ballga ortib qoladi. Xo'p, demak boshladik. 57-misolda demak so'zlar chalkash beriladi. To'rtta gap, shunchaki hammasini chalkash-chulkash qilib tashlagan. Mana shuni topish kerak. Mana misol uchun aytaylik, hozir to'rtta gap aytadigan bo'lsam, ertalab turdim, yuvindim, choy ichdim, maktabga ketdim. Ketma-ket so'zi mana shuni aralashtirib olgan bo'ladi. Agar mabodo tushunmaganlar bo'lsa, masalan, maktabga ketdim, choy ichdim, turdim, keyin qaysi qoldi? Yuvindim, mashq qoladi. Shularni tartibga tushirib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, ishlashdan avval yorobun mana shu narsaga e'tibor beringlar. Buni ishlashdan oldin biz avval variantlarga qarab chiqamiz. E'tibor beringlar. Hamma variantga qaraydigan bo'lsak, birinchisi nimadan boshlanyapti? Hammasi K dan boshlanyapti, to'g'rimi? Mana 1da ham 2, 3, 4 hammasi K. Demak, K birinchi so'z ekan. Mana shuni tarjima qilib olish kerak. Xo'p, ikkinchisiga qaraydigan bo'lsak, ikkinchisi yo ra bo'lar ekan, yo ta. Bu yerda chalkashib ketibdi. Xo'p, K'ni o'qiymiz. Modun to'ngmurin chamil chamnida. Ya'ni hamma hayvonlar ham nima qiladi? Uxlaydi. Ya'ni modun to'ngmul degani hayvon degani chamilchadani bilsanglar kerak, uxlaydi. Hamma hayvonlar ham uxlaydi deyapti. To'g'ri, hamma hayvonlar ham uxlaydi. Bir chekkadan tarjima qilib olaylik. Demak, lekin deyapti. Hajiman kena qo'yanginin yolishiganchim chamnida. Lekin K degani it degani. Na bu yerda yoki kelyapti. It yoki mushuk necha soatlab uxlaydi? 10 soatlab uxlaydi. Marin haruve seshganman chado kenchansimnida. Ya'ni ot deyapti. Kun mobaynida 3 soat uxlasa ham hech qisi yo'q. Ya'ni bo'laveradi, unga bo'laveradi. 3 soat uxlasa ham bo'laveradi. Lekin kronda chamil chanishiganin to'ngilmada tarimnida. Lekin uxlash vaqti hamma hayvonlarda tarimnida boshqacha. Hamma hayvonlarda boshqacha deyapti. Mana shuni tartibga solishimiz kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Ikkinchisi qaysi bo'ladi? Mana taxmininglarda aytinglar. Hozir men to'g'ri javobni aytaman. Ikkiga qaysi biri tushishini aytaman. Hamma hayvonlar ham uxlaydi. Ya'ni ikkinchisiga to'g'ri javob ra bo'ladi. Chunki e'tibor beringlar, hamma hayvonlar ham uxlaydi, lekin uxlash vaqti hamma hayvonda har xil deyapti yuribdi. Demak, bizga ikkinchi javobimiz ra ekan. Mazmunini ham tushunib olsa bo'ladi. Keyin yana bitta buni to'g'ri javob topishni yo'li, e'tibor beringlar, chamil-chada kelyapti. Mana shu chamil-chadadan keyin keyingi gapga qaraydigan bo'lsanglar, yana chamil-chada kelayotgan bo'lsa, aynan o'na shunisi ikkinchi javob bo'ladi. Demak, ikki xil uslub bor ekan. Variantlarga qaraydigan bo'lsak, 3 bilan 4da kara kelyapti. Demak, biz uchun to'g'ri javob yo'rog'un 3 yoki 4 bo'ladi. Ya'ni 1 bilan 2 ni chiqarib yuboramiz mana shu yerda. 3 bilan 4 ni topib olamiz. Ya'ni aniqlab olamiz. Xo'p, 3 bilan 4da demak kara bo'ldi. Keyingisida na kelyapti, keyingisida da kelyapti yo'rog'un. Demak, hamma hayvonlar ham uxlaydi, lekin hamma hayvonning uxlash vaqti har xil deyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shuni gapni aytgandan keyin. Lekin it va mushuk 10 soat uxlasa ham 10 soat uxlaydi degan gapni aytsak bo'ladimi? Hamma hayvonlar ham uxlaydi, lekin hammada uxlash vaqti har xil, lekin it mushuk 10 soatlarcha uxlaydi deyapti. Yoki bo'lmasam ot kun davomida 3 soat uxlasa ham bo'laveradi. Qaysi biri deb o'ylaysizlar? Agar kimdir ta'ni belgilagan bo'lsa, mutlaqo to'g'ri javobni belgiladi.
Chunki bizda nima turibdi? Mana bu yerdagi hajimanga diqqatimizni qaratamiz. Hajiman degani lekin degani. Ya'ni hamma hayvonlarda ham uxlash vaqti har xil, lekin deb ketmaymizda. Undan avval bizga asos kerak. Bizda ot kun davomida 3 soat uxlasa ham bo'laveradi, lekin tushunyapsizlar, qaytaraman, ot kun davomida 3 soat uxlasa ham bo'laveradi, lekin it yoki mushuk 10 soatlarcha uxlaydi deb gapimiz tugayapti. Demak, bizda chongdabin sabonimnida. Ya'ni to'g'ri javob to'rtinchi variant bo'lar ekan. Xo'p, endi 58 ni ham ko'rib qo'yamiz. 58 ga doimgidek variantlarga qarasak, hammasi nimadan? K dan tugayapti. Hozir bir daqiqa mana shuni belgilab olsak. Demak, hammasi nima bilan? K bilan tugayapti. Xo'p, tushundik. Ya'ni K bilan boshlanyapti. Endi bitta jihatga e'tibor beramiz. Ikkinchi variant mana bu yerda na, mana bu yerda ham demak na kelyapti. A 3-4da esa ta ra kelyapti. Ya'ni bu yerda yana chalkashlik bor. Demak, kani o'qiydigan bo'lsak, uri ko'yangenin talgiga ma'ni namnida. Ya'ni bizning vatanimizda talgi nima degani? To'ppa-to'g'ri qulpinay degani. Qulpinay ko'p chiqadi. Endi nada bu yerda yordamchi fe'l. Bu yerda ya'ni qulpinoy ko'p yetishtiriladi degan ma'noda gap kelyapti. Bizning vatanimizda qulpinay ko'p yetishtiriladi. Kelinglar endi bitta-bitta o'qib chiqamiz. Shuning uchun kreso talgiga ma'nin savore chukcheril hamnida. Shuning uchun qulpinay ko'p bo'lgan 4-oyda, 4-oy aprel bo'ladi. 4-oyda demak nima bo'lar ekan? Chukche degani festival degani, ya'ni qulpinay festivali bo'lar ekan. 그리고 맛있는 달걀을 시장보다 싸게 살 수 있습니다. Shuningdek, mazali qulpinaylarni nimaga qaraganda? Shijang, bozorga qaraganda sada arzon, ge ya'ni roq ma'nosida kelyapti. Arzonroq nima qilish mumkin ekan? Salsu ismida sotib olish mumkin. Bozorga qaraganda arzonroq sotib olish mumkin. 이 축제에서는 달기로 여러 가지 음식을 만들어 볼 수도 있습니다. Bu festivalda qulpinay bilan yora kachi degani turli xil ovqatni nima qilib ko'rish mumkin ekan? To'ppa-to'g'ri tayyorlab ko'rish mumkin ekan. Xo'p, nima deb o'ylaysizlar? Qaysi javob bo'ladi? Ikkiga qaysi javob bo'ladi? Xo'p, boshqatda tez-tez o'qib beraman. Bizning vatanimizda qulpinay ko'p yetishtiriladi. Shuning uchun qulpinay ko'p bo'lgan 4-oyda festival bo'ladi. Shuningdek, mazali qulpinayni bozorga qaraganda arzonroq sotib olish mumkin. Bu festivalda qulpinay orqali turli xil ovqatlarni tayyorlab ko'rish mumkin. Xo'p. Birovun bizning vatanimizda qulpinay ko'p yetishtiriladi deb turib, shuningdek, mazali qulpinayni bozorga qaraganda arzonroq sotib olish mumkin deb birdaniga aytib yuborish mumkinmi? Nima deb o'ylaysizlar? Yoki bo'lmasam bizning vatanimizda qulpinay ko'p yetishtiriladi. Bu festivalda deb ketsa bo'ladimi shu gapdan keyin? Hech qanaqa festival haqida gapirgani yo'q. Demak, bizda cho'ngdamin qaysi bo'ladi? Ya'ni ikkinchi javob na bo'ladi. Ya'ni aynan shuning uchun, ya'ni nimani nazarda tutyapti? Qulpinay ko'p yetishtirilgani uchun qulpinay ko'p bo'lgan aprel oyida nima bo'ladi? Festival bo'ladi. Deyapti yorobin. Hozirda tepada 57 ni ko'rayotganimizda aytdim, chukchedan keyin chukche haqida mana bu yerda aytdi. Chukche sonin, ya'ni bu festivalda degan javobimiz tabiiy ravishda bizga keyingi javob qaysiligini ko'rsatib beryapti. Demak, to'ralasini farqlab oldik. Endi boshqacha o'qib beraman. Demak, bizda demak K bo'ldi. Bizning vatanimizda qulpinay ko'p yetishtiriladi. 2. Shuning uchun qulpinay ko'p bo'lgan 4-oyda festival bo'ladi. 3. Bu festivalda qulpinay orqali turli xil ovqatlarni tayyorlab ko'rish mumkin. 4. Shuningdek, mazali qulpinayni
bozorga qaraganda arzonroq sotib olishingiz ham mumkin, deyapti. Demak, bizda to'g'ri javob qaysi bo'ldi? 정답은 2번입니다. Shunaqa qilib, demak, javoblarni osongina topishimiz mumkin. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta videoga like bosib, izohlarga topikda qaysi qismi siz uchun qiyin bo'ladi, albatta yozib qoldiring. Keyingi videolarda aynan sizni aytgan muammoyingizga yechim qilishimiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.